Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Bugun sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzuyimiz psixologiyaning dastlabki asrlarda rivojlanish mavzusining davomi, ya'ni qadimgi Xitoyda va O'rta Osiyoda psixologik qarashlarning rivojlanishi xususida gap boradi. Birinchi qadimgi Xitoyda psixologik bilimlarning rivojlanishi haqida gapiradigan bo'lsak, Konfutsiyliksiz bu jarayonni tasavvur qilish qiyin. Konfutsiy inson tabiatini Ksin yoki Tsin konsepsiyasi orqali tushuntirib beradi. Unga ko'ra odamlar yaxshi va yomon tug'ilishi haqidagi munozaralar bilan boshlanadi. Ya'ni o'sha Tsin konsepsiyasi bo'yicha insonning yaxshi bo'lishi yoki yomon bo'lishi yoki mana shu xususiyatlarga ega bo'lishi tug'ma xususiyat degan qarashlar mavjud bo'lgan. Albatta, konfutsiylikda axloqiy rivojlanish, odob axloqning psixologik ahamiyati, insonning xulq-atvori, uning ma'lum bir konsepsiya asosida shakllanishi haqidagi qarashlar konfutsiylik ta'limotining asosida mavjud bo'lgan. Ijtimoiy munosabatlar psixologiyasi, ota va o'g'il o'rtasidagi munosabatlar, hukmdor xizmatchi, er va xotin, do'st va do'st o'rtasidagi munosabatlar asosan konfutsiyalik ta'limotida ko'proq tadqiq qilinadi. Demak, bu yerda munosabatlar psixologiyasi yoki ijtimoiy psixologiyaning bir kategoriyasi sifatida o'rganila boshlanganligini shohid bilishimiz mumkin. Ta'lim psixologiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, shaxsni shakllantirishda ta'limning o'rni haqida asosan diqqat qaratiladi. Ya'ni ta'lim, tarbiya jarayoni, insonning xulq-atvorini shakllantirish jarayonlari bularning barchasi asosan qadimgi Xitoyda psixologik bilimlarning rivojlanishiga hisoblanadi. Daosizm, albatta daosizm asoschilari Laosi yoki Laozi yoki Chuanzi hisoblanadi. Tabiat bilan uyg'unlik, ichki tinchlik, intuitiv bilim, stressga qarshi kabi kategoriyalar asosan o'sha daosizmning asosida turadi. Tabiat bilan uyg'unlikka ko'ra insonning psixikasi tabiat qonunlariga bo'ysunishi haqida gap boradi. Bundan tashqari, insonning psixikasi, ruhiy olami uning o'sha tabiat qonunlari bilan bog'liq holda rivojlanishi haqida gap ketadi. Bundan tashqari ichki tinchlik va hissiyot nazorati haqida gap boradi. Bunga ko'ra insonning ichki tinch holatda ekanligi va bundan tashqari asosan Xitoy tibbiyoti, yana Xitoy tibbiyotiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha daosizm bilan bog'laydigan bo'lsak, Xitoy tibbiyoti judayam bog'langan. Chunki bu yerda intuitiv bilim va ongsizlik holatlarining o'rganishi xususida ko'proq gap boradi. Insonni demak, o'sha ma'lum bir voqea va hodisalarni oldindan ko'ra olish qobiliyati yoki intuitiv jihatdan bu jarayonlarning ongsizlik bilan bog'liq ekanligi daosizmda o'rganila boshlangan. Keyingisi stressga qarshi psixologik usullardan meditatsiya, nafas olish mashqlari ham asosan terapiya usullari daosizmdan psixologiyaga yoki psixoterapiyaga kirib kelgan. Xitoy tibbiyotida psixosomatik tibbiyot yoki psixosomatika asta-sekinlik bilan rivojlana boshlangan yoki psixosomatikani o'zini qaraydigan bo'lsak, psixo so'zida psixo ruh, jon, soma tana degan ma'noni anglatadi. Va o'sha psixosomatikadagi ruh va tana bir-biriga bog'liq ekanligi, ya'ni insonning ruhiy jarayonlari uning tanadagi ma'lum bir jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etishi xususida ham Xitoy tibbiyotida gap boradi. Ya'ni, masalan, inson g'azablanishi jigar bilan, quvonch holatiga tushishi yurak bilan, qayg'u esa o'pka bilan bog'langan. G'azablangan payti insonning jigari zarar ko'rishi, quvongan payti yuragi foydaga ishlashi, qayg'u holatiga tushgan payti o'pkasi yoki nafas olish tizimida ma'lum bir buzilishlarga ega bo'lishi asosan demak psixosomatik tibbiyotda, Xitoy tibbiyotida kuzatilgan. Emotsional muvozanatning saqlanishining ahamiyati haqida ko'proq diqqat qaratiladi Xitoy tibbiyotida. Insonning emotsional hissiyotlarini, ya'ni emotsional sohasi yoki hissiyotlarni boshqara olishi, bir muvozanatda bo'lishi bu demak asosiy tomonlar o'rganilgan. Ruhiy salomatlik va jismoniy salomatlik o'rtasidagi bog'liqlik psixosomatikaning asosi hisoblanadi. Keyingisi Xitoydagi psixologik qarashlarning rivojlanishida budizmning ta'sirini aytishimiz kerak. Budizmning ta'siriga ko'ra, asosan budizmda ong tarbiyasi va meditatsiya usullariga ko'proq diqqat qaratiladi. Insonning his-tuyg'ulari
his tuyg'ularini kuzatishi va ularga nisbatan munosabatda bo'lishi, ichki dunyoni o'rganish metodlari qadimiy Xitoy psixologik an'analarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri ularning amaliy yo'nalganligidir. Ya'ni bu yerda barcha psixologik bilimlar insonning kunlik hayotida amaliy qo'llanishi uchun mo'ljallangan. Ular insonning ichki dunyosi va tashqi olami o'rtasidagi uyg'unlikka alohida e'tibor qaratishgan. Ya'ni bu degani buddizmga ko'ra insonning ichki olami agar muvozanatda bo'lsa, uning tashqi olami ham muvozanatda bo'lishi va insonning fikrlar oqimini va hissiyotlarini boshqara olish qobiliyati uning ruhiy poklanganligini ko'rsatib beruvchi asosiy omil ekanligi haqida so'z boradi. Bu qadimiy bilimlar zamonaviy psixologiyaning ko'pgina sohalariga, xususan transpersonal psixologiya, kognitiv davlatlashtirish terapiyasi va sog'lomlashtirish psixologiyasiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Qadimgi O'rta Osiyo xalqlarida psixologik tasavvurlarning rivojlanishiga qaraydigan bo'lsak, albatta bu Ibn Sinoning psixologik qarashlarisiz hech iloji yo'q, chunki Ibn Sinoning psixologik qarashlari asosan tibb qonunlari asari atrofida aylanadi. Ya'ni bu asarda psixologik konsepsiyalar, ya'ni nafs, idrokning 5 bosqichi, his-tuyg'ular tasnifi, psixoterapiya usullari haqida ko'proq gap boradi. Misol uchun, nafs insoniy psixikasini 3 ta qismga ajratganligi, o'simlik, hayvon va aql nafsi haqida so'z boradi. Idrokning 5 bosqichdan iborat ekanligi, bu hissiy idrok, xayol, tafakkur, xotira va aql ya'ni haqida, demak, o'zining asarlarida, ya'ni tibb qonunlarida Ibn Sino aytib o'tadi. Insoniy his-tuyg'ulari tasnifi, quvonch, g'azab, qayg'u, xavotir ularning fiziologik ta'siri, demak, bu yerda ham psixosomatik qarashlarning mavjud ekanligini tushuntirib beradi. Psixoterapiya usullaridan Ibn Sino musiqa terapiyasini, suhbat terapiyasini va kayfiyatni o'zgartirishga qaratilgan terapiyalar orqali keng foydalanilgan. Keyingisi Al-Farobiyning qarashlari. Al-Farobiyning qarashlariga ko'ra, demak, aynan o'shan qadimgi O'rta Osiyo xalqlarida psixologik tasavvurlarning rivojlanishida Al-Farobiyning psixologik ta'limotini qaraydigan bo'lsak, demak, aql nazariyasi haqida gap boradi. Aql nazariyasida amaliy aql va nazariy aql tushunchalariga ko'proq diqqat qaratadi Farobiy. Demak, amaliy va nazariy aql bu olinadigan ma'lumotlar, amaliy aql esa bu ma'lumotlarni qo'llay olish ko'nikmalari nazarda tutiladi. Ijtimoiy psixologiya bo'yicha shaxsning jamiyatdagi o'rni va rolini o'rganish, shaxsning ta'lim-tarbiya olish jarayoni va boshqa jarayonlardagi ta'siri ham Farobiy tomonidan o'rganilgan va Farobiy asosan bilish psixologiyasi, bilim olishning psixologik mexanizmlariga ham ko'proq diqqat qaratib o'tadi. Demak, keyingisi Zardushtiylik an'analari. Zardushtiylik an'analariga ko'ra psixologik elementlar mavjud. Birinchisi qalb tozaligi haqida gap boradi Zardushtiyligida. Bu ichki poklik konsepsiyasi deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, Zardushtiylik ta'limotining asosiy demak, maqsadi bu ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amalning psixologik ta'siri haqida gap boradi. Insonning ezgu fikrga ega bo'lishi, bu ezgu fikri ezgu so'zlar orqali amalga oshishi va ezgu so'zlar, ya'ni so'zlarning amalga mos kelishi, ya'ni bu amal orqali tushuntirib beriladi. Bundan tashqari, o'sha Zardushtiylikda ixchil, ya'ni ahmoq va spenta, bilimdon shaxs turlariga haqida ham ko'proq qarashlar mavjud. O'sha tipdagi insonlarga ham diqqat qaratilgan. Al-Beruniyning psixologik kuzatishlarini qaraydigan bo'lsak, Beruniyni o'zini qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar asarlari mavjud. Umuman Beruniy ko'proq xalqlar psixologiyasini yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, etnopsixologiyani ko'proq o'rgangan va turli xalqlarning ruhiyati va xulq-atvorini o'rganishga qaratilgan asarlarida bolalar psixologiyasi, yosh davrlari xususiyatlari, bundan tashqari eksperimental psixologiya kuzatish va ma'lum tajribalarni o'tkazish orqali ham psixologik kuzatishlarni olib borganlar. Qadrli talabalar, bugungi mavzum shulardan iborat edi. Qisqacha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha Xitoyda boshlangan psixologiyaga doir bilimlarning rivojlanishi, tabiat bilan uyg'unlik, konfutsiylik, daosizm, Xitoy tibbiyotining ta'siri, buddizmning ta'siri bizda demak muhitda qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyo xalqlarida esa demak bu yerda asosan insonning nafsini boshqara olish xususiyati, idrok jarayonining boshqa jarayonlar bilan bog'lanishi, insonning his-tuyg'ularini boshqara olish yo'llari, musiqa terapiyasi, suhbat terapiyasi va o'sha Farobiyning aql, amaliy va nazariy aql o'rtasidagi bog'lanish, tafakkur psixologiyasiga ko'proq diqqat qaratilganligi, Zardushtiylikda fikr,
demak, so'z va amal o'rtasidagi bog'lanish, Beruniy nazariyasi bo'yicha, demak, madaniyatlar, etnopsixologiyaga doir qarashlar, bularning barchasi, demak, ushbu davrda mana shu hududlarda o'rganilgan hisoblanadi. Qadrli talabalar, bugungi e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shu edi. Salomat bo'ling, charchamang.